2026 yilgi FIFA Jahon chempionatida tomosha qilish uchun eng yaxshi yosh futbolchilar kimlar? Jahon chempionati 2026 FIFA VARga yordam berish uchun yangi ofsayd texnologiyasini qo'shadi. Jude Bellingham raqamli futbolka berilganidan so'ng Angliya terma jamoasiga Jahon kubogini qo'llab-quvvatladi. Bellingham Anderson bilan birgalikda Floridada Jahon chempionati oldidan birinchi marta 8 raqamli Angliya poyezdida ko'ngildagidek ko'ylakni oldi. Jude Bellingham Angliya terma jamoasiga Jahon chempionati kampaniyasi uchun 10 raqamli futbolka topshirilganidan so'ng Thomas Tucheldan ko'mak oldi. Seshanba kuni Floridadagi yig'inda tayyorgarlik boshlandi va yarim himoyachi Kobbi Maguaynu g'alaba qozonishi mumkinligiga ishondi. Turnir Angliyaning Jahon chempionatining ochilish marosimiga 2 hafta qolganida Tuchelning 26 nafardan 21 nafar Angliya terma jamoasi yulduzi Kildun Harlekinni tark etadi. Angliya terma jamoasi futbolchisi Elli Kildun mavsum oxirida Harlekinsni tark etadi. Din Angliya terma jamoasi sardori sifatida shaxs sifatida o'sdi.